Voy sekin. Voy parosatingiz sani. O'tketasiz o'yladim men. Aka siz o'lgingiz kelmayaptimi? Aka to'xtayman sekin. Nima qilyapsiz? Yo'q, aka o'zingiz yo'lga tashlayotganingizni qarang. Qo'ring. Urvorsa nima bo'lishini bilasizmi? Baqircha qilmang. Sekinroq yurish kerak shuncha. Ishingizdagi tashnatingizni ko'rsa kimga yoqadi? Aka men 60 ga oldim. Qanaqa 60 ga olsiz? 60 ga oldim aka men. Taqdim qiling, hurmatli haydovchi. Nima maqsadda? Hujjatlarni tekshirish maqsadida to'xtatyapmiz. Toshkent viloyatida avtopatrullik tadbir e'lon qilingan. O'sha bo'yicha to'xtatilgan. Men tekshiring. Yo'q aka, esiz joydami? Esiz joydami aka? Belgi bekorga qo'yilganmi aka? Sekinroq o'tsin deb qo'yilgan aka. Yo'q aka, chiqayotganingizni qarang. Sekinroq yurilsin deb qo'yilgan aka. Baqir chaqir qilmang, bo'ldi, o'zingizni bosib oling. Sekinroq yurish kerak shuning uchun. Haydovchilik guvohnomasi taqdim. Tavba qiling bor. Keling, qorasini ko'zdan kechiraylik. Aka, Keling. Hurmatli haydovchi. yo'q, qonuniy talabingizga bo'ysunaman, xo'p. Biroq so'zingiz aka. Keling. Yo'q, qonuniy talabingizga bo'ysunaman aka, bemalol. Yukxonani tekshirish tartib-qoidasini o'zingiz ham bilasiz yaxshi, mendan yaxshi bilasiz aka. O'zingiz xodimsiz. O'shaning uchun aka, maylimi? Siz bilan muloqotimiz Ha, o'sha qonuniy talab bo'yicha aka. Siz yo'q, to'xtang. Men sizdan so'radim, yo'q, to'xtang. Men sizdan so'radim, nima maqsadda to'xtatdingiz deb, to'g'rimi? Ha, hujjatlaringizni tekshirish maqsadida to'xtatdingiz. Ha? Qorasini ko'zdan kechiramiz. Tekshiramiz. Meni ruxsatim bilan, agar men ruxsat etmasam, siz ikkita guvoh to'xtatasiz. Ikkita guvoh to'xtatasiz. Ikkita guvoh anaqasida dalolatnoma yozdirasiz. Palon vaqtda men palon mashinani shubhali anaqa bo'yicha to'xtatdim deysiz, yozasiz, ikkitasi qo'l qo'yib beradi. Yana keyin men yukxonani ochaman. Bo'ldi. Avtotransport vositasi kimniki? Onam nomlarida. Bor metrkiz? Bor metrka. Oling, ko'raylik. Metrga kerak degan narsa joyini ko'rsatib bering Siz aka. onangizligini qayerdan bilamiz siz? Qanday Sug'urtasi bormi?